Siz so'ragan opa-singillar rubrikasi. Bizani birinchi ishlagan joyimiz. Meni birinchi ish joyim Bravissimo degan kafeda tort sotganman, sotuvchi bo'lganman. Musiqa rahbari bo'lib, imkoniyati cheklangan bolalarga, ya'ni eshitolmaydigan bolalarga musiqa rahbari bo'lib ishlaganman. Meni birinchi ish joyim Bond bo'lgan. Kafeda ishlaganman, ofitsiant bo'lib. Bizning sohamiz nima va nima ish qilamiz? Men ingliz tili filologiyasini tugatganman. Men juda ko'p sohalarda ishlayman, shuningdek marketologman, blogerman va boshqa sohalarda ham ishlayman o'zi aslida. Meni ko'pchilik bilmaydi va so'rashadi. Men xoreografman, bilmaganlar uchun raqsdan dars beraman. Men o'qigan soham musiqa rahbari, lekin styuardessa va blogerman. Bu ikki nejniy hijobli qizlar aslida o'tmishda taekvondo va futbol sport turlariga qatnashgan. Biz haqimizda siz bo'lmagan faktlar haqida gaplashamiz. Biz yoshligimizda serial, kino yoki multfilm nimaligini bilmasdik. Sinfdoshlarimiz Wings yoki qanaqadir multfilmlar haqida gapirsa biz tushunmasdik, chunki bizning vaqtimizni juda ham ko'p mashqlarga, pianino masalan, skripka, qo'shiq, raqs, e-sport bilan to'ldirib tashlashgan ota-onamiz. Telefonimiz ham bo'lmasdi. 131 avtobus legenda. Uchalamiz ham Gler musiqa maktabida o'qiganmiz. Asali pianistka bo'lgan. Men fleyta chalganman, klarnet chalganman, nay chalganman. Durdona esa skripachka bo'lgan. Men birinchi sinf 2 marta o'qiganman, chunki men sinfni o'qitganman. Biz Asali bilan 4-sinfgacha birga o'qiganmiz va partadosh bo'lganmiz. Men esa Asal opam bilan universitetda partadosh bo'lganman. Hammaga rahmat, xayr.